Arkadaşlar JavaScript'in asas yürüyüş dersimiz hoş geldiniz. Bu qismdagi 3-chi qism ders bo'lib, bu qismda men HTML bilan CSS'dan oddiy asos so'zlab beraman. Diqqatinglar ekranda bo'lsin. Biz oldin qismda so'zlagan CodePen degan, ya'ni kod qalam degan to'rga kirsak, start coding boshlaylik. Ya'ni 3 qatlam, ya'ni HTML, CSS, JS degan JavaScript. Mushningki birlashtirilgan qanda ko'rinma yuzi chiqdi, tushunami? Buni biz tangshiyalaymiz. Bugun men aytgandek HTML bilan CSS dan oddiy ulini tiklab beraman sizlarga. Odatda HTML mana sal pastga tushiray. Buni yozgan chaqda bu dastlabda qanday qilamiz deganda cho'qim document type, ya'ni dokumentda hujjat tipini qanday HTML deb belgilab boshlaymiz. Buni qanday yozmasanglar cho'qim cho'ng harf bilan doc type deydi, document type. Buning tipi nima? HTML. Shunday yozildi. Bu HTML anan degan qanday? Hem malan tag deymiz, tag. Buni har bir tagni ochganda shu bir yantoq siziq bilan oxirlashadi. Mana HTML. Mana oxirlashadi. Bu asosli gavdasi shu. Qarasang asosli gavdasi. Hamda bu HTML xuddi odamning bedaniga o'xshaydi. Beshi bilan qanday? Beden. Boshni inglizcha deymiz head. Head. Nim bilan boshlasak shuni yantoq siziqlar oxirlashtiramiz, tushunami? Mavu beshi body, inglizcha body deydi. Ma beden. Ma bu bosh, ma beden shunaqa. Endi qarasanglar bir narsa yozim demayishiga. Odatda bir abzas yoki nimani qanday deymiz? P bilan yozamiz, masalan. Masalan, faqat oddiy qismlarni so'zlayman, bak murakkabning bir shonlanmasi yo'q. Chunki bizning asosiy o'yinimiz JavaScript. P degan paragraph, masalan bir xat yozmoqchi bo'lsak, uni qanday? We write stuff. Okay. This is head. Mana beshi chiqdi. Endi biz asosliqqa ana bedanga nima yozamiz? Bedanga masalan bedanga bir mavzu qo'ysak, mavzuni H1 deydi. Headning birinchi eng cho'ng mavzu demakchi. Buningga salom dunyo deydi. H header. Salam dünya mana. Salam dünya deb chiqdi. Asosimiz body'ni ham so'zlay. Bu head turaversin, salam dünya. Undan keyin qanday? Buningga yana bir paragraf, bir xat yozni. Mesela, what do you want to eat? Yantoq siq bilan oxirlashi shunaqa. What do you want to eat? Buna bir list beraylik. Listni odatda ikki xil bo'ldi. Birisi ordered list, yana birisi unordered list deydi. Ya'ni tartiblik. Bunda daraja list. Yana birisi tartibsiz. UL deydi buni. Mesela nima yeysiz, men mevjibning tizimlikni qanday? Tartibsiz tizimlikni qilay. UL bilan boshladik-ku, UL bilan oxirlashtiramiz.
Masalan, birinchisiga tizimlik nima deydi? Ally. Milk. Birinchisi süt, ikkinchisi meat. Üçüncüsü kahve deyli. Shunaqa? Mana HTML orqali ham buning rasm qistirimiz, video qistirimiz nurg'un ishlarni qilib bo'ldi, lekin men asoslik shuni shunchalik bilsanglar bo'ldi, ha. Asos qismini deb turadim sizlarga. Mesela bunu uyg'urchashtirsak ham bo'ldi. Uyg'urcha tanıydı. This is the head. Mana mishavag'i. Mesela to'g'rimizga xush kelibsiz. Endi biz keyin chiqadi. To'g'rimiz xush kelibsiz deb uni aytgan qanda bedeng nim deymiz. Taamlarımız qaysi tamoqni yaxshi ko'rasiz? Qaysi tamoqni yaxshi ko'rasiz? Men to'rt bet ulab ichildimi? To'rt bet shundan chiqdi unumi. Masalan, birinchisi nima? Polo. İkincisi lagman. Üçüncüsü kebap. Mana ko'rinish bunday chiqdi. Endi mushinchilik ne bilsanglar bo'ldi. Yana bir takrorlasam qanday? Doctype document ya'ni hujjat tipi HTML qanday HTML chiqdi. Head beshi bor, ma beshi, mana ma bash. Undan keyin beden, asosli beden shunaqa. Shu HTML qanday asosli nima deganda shularning uslubini tanishadi. Xatning cho'ngchikligi, ko'rkamligi, rangi degandek. Masalan, biz taomlarimiz deganning rangini, cho'ngchiligini o'zgartiraylik. Taomlarimiz nimada? Bodyning ichida shunaqa, bedenning ichida. HTMLning ichida. H1 go buning tag mavzu yani. Buni qanday qilamiz deganda, eng avval men mush orqa ko'rinishni oqishqo, buni sus qizilga o'zgartay, ya. Bodyning qanday? Bitir tirnoq background, orqa ko'rinishni background deydi inglizcha. Background color red. Qizil, bek qizilib ketgan, light inglizcha sus degan gap, light red o'zcha. Bu qizil emas qo'y. Yellow deb qo'ygan. Seriqroq, sarg'ush. Hamda ma taomlarimizni o'zgartay. Buning nimasi H1 go, header 1. Buni hem bitir tirnoq color, rang degan gap, colorni qanday qilay? Blue qilay, ko'k. Nemishqamiz ko'k bo'ldi. Demak, mush yozganda headerning oxirlashtirishni yozmoqdik. Mush o'zi bilan tugadilam demakchi, mana taomlarimiz ko'k o'zgardi. Endi buningki qanday? Font size. Font size cho'ng kichik qanday? Buni 50 piksel qilib boqaylik. Cho'ngayda shunami? 10 piksel qilib qo'yay. Kichikildi. Shu pikseldan ya'ni 40 qilib qo'yaylik. Endi mavzu bu mushni 140 bo'lib ketib qoldi. 40 bilan tangshildi. Ondan
Мәсәлән, qaysi тамақны yaxshi ko'rasiz? Pig'ov, uni bir o'zgartaylik. P color nima? Qizil qilay. Red font size ne? 28 qilib qo'yay, piksel. Yo'q. 20 qilib qo'ysam bo'ladi. Mana 80 lam qilay, 60 qilaychi. 60. Ben bunu qiyniq qilib qo'yay. Font weight deydi, ig'irligi. Dash va bold. Bold bo'ldi, men headerlar. Hamda masalan, men list nima, men tizimlikni qilib bo'ldi. Masalan, tizimlikni nima deb tanishdim? Another list color bu ne? Brown qilib qo'ng'ir rang. Degandek. CSS mu shu hamda ko'rkamlashtiramiz xat shaklini. Bugungi darsimiz mushagicha. Tushunmagan nuqtalarni asli ingliz shaklida qoldirsangiz bo'ldi. Qolganini keyingi darsimizda hamda JavaScriptga rasmiy kelamiz. Rahmat.